Наконец-то 10 oylik lecheniam tugadi. Yuzimni shu ahvoldan bu ahvolga keltirgungacha onamni ko'rib Boshidan ko'pchilik aytgandir, ichnoyatdan lecheniya oling deb, lekin men ichnoyatdan juda ham qo'rqqanligim uchun undan lecheniya emasdan boshqacha lecheniya qilib ko'rdim. Lekin 2 yildan u lecheniyaga yordam bermagandan keyin oxir baribir ichnoyat ichdim. Lekin haligacha qo'rqaman, что bu narsalar qaytib kelishi mumkin, qaytalanishi mumkin. Dorini tugatgandan keyin sразу menda qo'rqish paydo bo'ldi, что vdrug to'xtatib qo'ysam, sразу yuzimga narsa toshib ketadi. Bilmayman, bunaqa vaqtdan просто juda ham ko'p qiynalganimdanmi? O'zimda aktivni o'g'rilar yo'q, faqatgina post akne erupsiyalar bor. Post aknega hozir kosmetik narsa ishlatyapman. Erupsiyaga 6 oydan keyin Dermapen RF liftingni mumkin deb aytdi doktor. Bundan keyingi yuzimning holatini ham обязательно qo'yib boraman. Bundan keyin ham lecheniyalar aytdilar, hali 1 yilgacha lecheniya qilishim mumkin ekan. Ya'ni narujniy kremlar bilan ular bilan bo'lishaman. Lekin shuncha qiynalganim shu rezultatga arzirkan.